İkinci bab. Qerindaşlar, mən yeninglarga berib, Xudoning so'zini sizlarga jakarlig'inimda notiqlik qilganim yo'q. İnsanlar dano deb hisoblagan so'zlarni ishlatganim yo'q. Chunki oranglardagi vaqtimda faqat Ayso Masih va uning krestga mixlanganligidan boshqa bir narsa demaslikni qaror qilgan edim. Sizlarning yeninglarga borganimda ojizligimdan bu vazifani qandoq o'rinlarman deb qo'rqib, hatto titrab ketgan edim. Men sizlarga xush xabar yetkazib, ta'lim berganimda insonlar dono deb hisoblaydigan, sizlarni qoyil qila oladigan so'zlarni ishlatmadim. Lekin muqaddas ruh o'zining kuch-qudratini ko'rsatib, men yetkazgan xush xabarning haqiqatan Xudodan kelganligi haqida sizlarga ishonch berdi. Bunda qilishdagi maqsadim e'tiqodinglar insonlarning donoligiga emas, balki Xudoning kuch-qudratiga asoslansin degandan iborat edi. Albatta, Ayso Masihga e'tiqod qiluvchilar bizning yetkazayotganlarimizda donolikning borlig'ini to'nib yetalaydi. Biroq bu donolik dunyoning donoligi emas, shundaqla bu dunyoning zavolliqqa yuz tutgan huquqdorlarning donoligimi emas. Aksicha, Xudoning insonlarga burun oshkorlanmagan donoligidir. Bu donolikni Xudo dunyoni yaratishdan ilgari bizning arishdagi shon sharafga erishishimiz uchun oldin ola belgilagan. Bu donolikni bu dunyoning huquqdorlaridan hech qaysisi tushunib yetmidi. Tushunib yetgan bo'lsa-di, ulug'liqni egisi bo'lgan Rabbimizni krestga mixlamagan bo'ladi. Holbuki muqaddas yozmada yozilganidek, Xudoni so'yganlarga Xudoning tayilganlari dal hech qanday ko'z ko'rib boqmagan, hech qanday quloq anglab boqmagan, hech qanday odam o'ylab boqmagan narsalardir. Lekin Xudo bu sirlarni bizga muqaddas ruh orqali oshkorladi. Chunki muqaddas ruh hamma ishni, hatto Xudoning cho'nqur o'y fikrlarini biladi. Bir odamning qalbidagi o'ylarini shu odamdan boshqa hech kim bilolmaganidek, Xudoning qalbidagi o'ylarini Xudoning ro'yidan boshqa hech kim bilolmaydi. Biz bo'lsak, bu dunyoning aqlligini emas, balki Xudoning muqaddas ro'yini qabul qildik. Shunga biz Xudoning bizga sehiylik bilan ato qilgan mehr shafqatini tushunalaymiz. Bu mehr shafqat to'g'risida so'zlaganimizda dunyodagi donolardan o'rgangan so'zlarni emas, balki muqaddas ruh orqali o'rgangan so'zlarni ishlatamiz. Biz bundaq so'zlar bilan Xudodan kelgan haqiqatlarni tushundiramiz. Lekin qalbida Xudoning ro'yi bo'lmagan kishilar Xudoning ro'yi ato qilgan bu haqiqatlarni qabul qila olmaydi. Shundaqla bu ishlar ularga bema'ni tuyuladi. Bundaq kishilar bu ishlarni tushunolmaydi, chunki bu ishlarni faqat Xudoning ro'yining yordami orqali tushungili bo'ladi. Qalbida Xudoning ro'yi bor bo'lgan kishi hamma ishqa baho beralaydi. Lekin uningga qalbida Xudoning ro'yi bo'lmagan hech qanday kishi baho beramaydi. Muqaddas yozmalarda mundaq yozilgan: Parvardigorning o'y fikrlarini kim bilalisun? Uningga kim yo'l ko'rsatalisun? Lekin biz bo'lsak, Xudoning o'y fikrlarini tushunalaymiz. Chunki bizning o'y fikrimiz Ayso Masihnikiga o'xshashdir.